aziz birodarlar, Qirg'izistonlik, O'zbekistonlik birodarlar. Mana biz Mahmudjon akamiz umra safariga kelib, 1-2 kun qoldi ketishimizga. Bizni birodarimiz bor, Baxtiyor degan yigit. Shu birodarimizdan tuyani o'rkash yog'ini oldik. Uni sinab ko'rdik. Effekt yaxshi. Shundan hammanglar oilalariga olib ketishlikka musharraf qilsin. Alloh dardlaringlarga shifo bersin. Hamisha ochiq yuz bilan xonadonimizga yetib olaylik. Rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Rahmatga ya arhamar rohimin. Rahmat. Men ham oldim shu Baxtiyorjondan asha tuyani yag'i bor ekan. Nima qilani shamollag'anga liboy kasallikka davo bor. Asha foydasi tegdi-da. Nima degani oyog'i og'riyotgan, namoz o'qiyotgan odam bor edi. Shu odam oyog'ini bilmayapti bo'ldi. Shundan surkatib, menga ham olib bering deb men bu yerda rekomendatsiya qildim, olib keluvdi, shundan oldi. Oyog'im tomog'i og'riyotdi, shuni surkadi. Tomog'i og'riqlar qoldi. Shamollaganda hamma narsasiga shuni davosi bor ekan. Yana bir narsasi tuyani suti bor. Tuyalar suti. Har qanday dardlarga shifo ekan. Uni ham effekti yaxshi bildik biz. Mana biz sinab ko'rdik Mahmudjon akamiz. Shu yigitga uchrayverasizlar. Bizni bir olam bir ko'rsin bizni. Rahmat.